Bir ona farzandidan so'rabdi-da, bolam, Alloh taolo bexos meni ko'r qilib qo'ysa, nogahon, sen qanday yo'l tutarding, nima qilarding bolam degan ekan. Shunda farzand o'ylamasdan turib shunday javob qildiki, onajon, doim yoningizda bo'laman. Har qanday holatda ham men sizni qo'yib yubormayman. Siz bilan birga bo'laman doim onajon degan ekan. Ona aytibdi, yashang bolam, tashakkur. Sizdek bolam borligidan faxrlanaman. Alloh rozi bo'lsin. Shunda farzand ham qiziqibdi-da, onasidan so'radi, onajon, meni ham ko'r bo'lib qolsam nima qilardingiz? Siz qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? Siz ham meni doim ushlab yurarmidingiz? Qo'yib olmasmidingiz onajon meni ham deganda, ona aytgan ekanda, bolam, siz agar shunday bo'lsangiz, men sizga shu ikki ko'zimni bergan bo'lardim.